Hammaga assalomu alaykum. Bardakka ichida qolib ketdim. Qizlajonlar uylarni yig'ishtirishni boshladim. Bu kechqurungi ubоркамni bolalarim, xolakasim o'ynab mana shunaqa to'zitib tashlashibdi. Sizlarda ham shunaqa bo'ladimi? To'g'risini aytinglar. 3 ta bola bilan manda kattasi katta bo'lib qolgan mana shu ikkita kichkintoy hamma yog'ini vayron qilib tashlashga yetadi ikkalasi. Xullas bu yoqlarni ham yig'ishtirib, zallarni yig'ishtirib oldim. Men bu chexolimni ham har doim kuniga 10 marta qoqaman. Iloji yo'q, busiz. Keyin esa uylarni plissos qilib oldim. Bolali uy bozor deyishganidek hamma yog'imiz mana shunaqa bozor bo'lib o'tiradi. Ertalab toza uyda uyg'onish uchun kechqurun ubоркаlarni qilib qo'ymasam bo'lmaydi. Bu video yangi yildan beri endi olayotgan videoyim. Nimagadir motivatsiyam o'lib qolgandi, lekin bugun obunachilarim meni xursand qilib, mana shunaqa kontentlaringiz tezroq qo'ying, ko'proq ubорка videolaringiz deyishgan uchun qo'yishga qaror qildim. Bilasizlarmi, sizlarni kommentariylar va bizga yozganinglar qanchalik muhim, odamning ko'ngli tog'dek ko'tarilib ketadi. Xullas, bugungi kunimiz shunaqa o'tdi, gapni ko'p cho'zmayman. Hammaga yaxshi kayfiyat tilayman. Meni sahifamga obuna bo'ling. Bu videoni esa yosh bolali onajonlarga yuborib qo'ying.